Bugungi obzorimiz Matalkada bo'ladi. Shig'ishdan qurilgan 5 etajli domni ikkinchi etaji 2 xonali 82 kvadrat, juda ham katta, yaxshi. Gulxo'y uylari yo'q, mana bu kuxnya qismi. Hamma xonalarda aynaklar bor. Kattagina, yaxshigina katta. Bu zal. Shig'ishdan bo'lgan dom. Bunisi yotoqxona qilsa bo'ladi. Juda ham katta. Elektr montajlari hamma yo'g'i bo'lgan. Suvlari, gazlari olib kelib tushirilgan, korobka holatda. 50% tayyor desa ham bo'laveradi. Shu uyimiz sotilyapti. Narxi 30 ming, kami bor. Kimga qiziq bo'lsa, opsiyaniyadagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Har doim aloqadamiz.